86 qism. Erpan, apsi Zühraxan hədining aytgan sözlerini anlap, beshida chaqmoq soqqandek, ko'z oldi qarong'ulashib, beshalari chinqilib, yerilib ketadigandak bo'lib, bir haza o'ltirib ketgandan keyin, o'tgan qatim Aliyaga o'z ko'nglini izhor qilgan vaqtida, Aliyaning ko'zlariga yosh elib turib, "Balki men bilan to'y qiladigan yigit, to'ydan keyin men bilan to'y qilganiga pushaymon qilib qolishi mumkin" degan gapini esiga oldi. Demisimi, qaysi bir g'ururliq yigit o'zi almoqchi bo'lgan, ham yaxshi ko'rib sevgan qizning allaburun ippiti buzilgan, to'shik monchaq bo'lib qolishini kim xohlaydi deysiz? Erpan shuningdan keyin Aliya bilan to'y qilish to'g'riliq ikkinchi ig'iz ochmadi. Ammo atisi azmatlidir, o'zi bilan sheriklashib savdo qiladigan shirkatlarning xo'jayinlarining oliy maktabda o'qib, shuncha esil tarbiya olgan qizlarini soya qilgan bo'lsa-mu, Erpan ularni rad qilib, qat'iy to'y qilishni xohlamadi. Bir necha yerdan yaxshi, o'zlariga munosib keladigan nomzod deb qargan oilalarning qizlarini o'g'li Erpanga soya qilib beqib, o'g'lining hammasini birdek rad qilganini ko'rib, hiligacha Aliyani unutolmaganligini his qilib, shuningdan keyin Erpanni to'y qilishga majburlamadi. Mana, hash-pash deguncha 2 yilmi o'tib ketdi. Aliyaning oliy maktab o'qishi bitib, o'ziga muvofiq xizmat izlashga boshladi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Endi asrimizning keyniga qaytib, Aliyaning akisi Mardonning turmushiga kelaylik. Mavluda xonim xizmatkor Ruqiya hadining o'ziga bergan tanbih gaplari va ogohlantirishidan keyin Mardonga har qancha ichi kuyib, bir yerlari mitildab, chidayolmay qolsa-mu, amalsiz uningga yiqilisholmay o'tayotgan edi. Bu mezgilda Mehriya xon qizning bo'yida qilib, oy kuni to'shib, buduruqqina bir o'g'il tug'di. Buning bilan Navqiron apandining xushalliqdan og'zi yumilmayli qolgan edi. Mehriyaning kesilimi kundan kunga yaxshilanib, xotirasining asliga kelishimi asosiy jihatdan yaxshi bo'lib qolgan edi. Ammo Mavluda xonim o'zini shuncha tutib olishga tirishgan bo'lsa-mu, ichidagi Mardonga bo'lgan kuyik o'ti hech bir paslaydigandek turmaydi. Uning ustiga Mardonning har doim ayoli Mehriya xon qiz bilan o'g'li Mavlonga amroqlik qilib kuyinishlari uning kundashlik o'tini texmi kuchaytirayotgan bo'lib, faqat o'zini tutib ololmagan bir kuni yatoq uyga chiqib ketayotgan Mardonning orqasidan kelib, uni quchoqlab o'zining hujurasiga tortmoqchi bo'ldi. Ammo Mardon qo'pollik bilan Mavluda xonimni ittirib etib, "Bo'ldi bas xonim. Endi bunday sat o'yinlaringizni yig'ishtiring. Men har qancha bisim ishlasangizmi, ayolim Mehriya bilan o'g'lim Mavlonga yuz kelmaydigan ishni endi qilmayman. Shunga sizmi endi atvaringizni qilib hurmatlab cho'ng ko'rib kelayotgan qiynatam Navqiron apandiga bunday yuzsizlik qilmang. Sizdan o'tinib qolay. Endi menga chaplashmang. Meni xotirjam yashag'il qo'ying. O'tinib qolay." Deginicha Mavluda xonimni ittirib etib, o'zining hujrasi tarafga qarab mangan edi. Mavluda xonim ittik kelib Mardonning orqa tarafidan chin quchoqlab turib, "Unda qilmang Mardon, sizdan o'tinib qolay. Men faqat bardoshlik bera olmadim. To'g'ri, siz qizim Mehriya bilan yaxshi o'tib ketsingizlar. Men sizni avar qilmaslikka va'da bergan edim. Ammo bu ko'nglimni faqat boshqara olmadim. Men ichingiz og'risin." U shundoq deb Isa deb yig'lashga boshladi. Ammo Mardon uning qo'llarini silkib, o'zidan ajirtib etib, "Men sizga behli ichinib ketyapman xonim. Mendan bunday kechirgisiz xoinlikni talab qilmang" deginicha Mehriya bilan ikkisining hujrasiga kirib ketdi. Mavluda xonim yum-yum yig'laganicha o'zlarining hujur uyining oldida o'ltirib qoldi.
Bugün Navqaran apandi bilan Mavluda xonimning to'y qilganligining 20 yillik xotira kunisi edi. Mushu bir necha vaqtdan beri G'ujidor Ruqiya hada har doim ulardan ko'zini uzmay, Mavluda xonim bilan Mardonning ish harakatlariga diqqat qilib turganligi uchun Mardonga yaqinchilik qilolmay, ichi siqilib, faqat bardoshlik berolmayotgan Mavluda xonim o'zining Navqaran apandi bilan to'y qilgan xotira kunini esidan chiqarib qo'ygan edi. Ammo Navqaran apandi bu xotira kunini bir minutmi esidan chiqarmagan bo'lib, ayoli Mavluda xonimni hayron qoldirish ham xush qilish uchun nihoyat nefis olmos ko'z qo'yilgan qimmat pulliq medalyon setib olib, uningga sovg'a qilish maqsadida Mavluda xonim diqqat qilmagan vaqtida sirtdan qaytib kelib, bugünkidek alohida kunda Mavluda xonimni hayron qoldirish uchun o'zlarining hujur uyiga kirib, uning kirishini saqlab o'tirgan edi. Ammo kim bilsin, ayoli Mavluda xonimni hayron qoldirib, xush qilish uchun hujur uyiga kirib saqlab turgan Navqaran apandi o'zi shundoq yaxshi ko'rib, barliq mehrini berib suyib kelayotgan ayoli Mavluda xonimning o'z og'zi bilan aytgan va o'z quloqi bilan anglagan ayoli Mavluda xonim bilan ko'y o'g'li Mardonning deyishgan gaplarini anglab, Navqaran apandi hayron bo'lgan ham qattiq azoblangan holda qo'lidagi olmos medalyonni siqimdigan peticha turib qolgan edi. Mavluda xonim Mardon o'zini silkib etib, hujursiga kirib ketgandan keyin koridorda bir hazo yig'lab, asta hujur ichiga kirgan edi. O'ziga g'azabli ko'zlarini tikib, ichingan ham afsuslangan holda qarab turgan Navqaran apandini ko'rib, uning qachonlarda uyga qaytib kelib, yotoq uyga chiqib olganligini uqmaganligi uchun bayotinqi Mardon bilan bo'lgan gap so'zlarni uning anglab qolganligiga dargumon bo'lgan holatda kekashlab turib, siz qachon qaytib keldingiz? Sirtqa chiqib ketgan edingiz-ku, deyalidi aralla. Ammo Navqaran apandining Mavluda xonimning savoliga javob bergudek ahvoli yo'q bo'lib, texicha bayotin o'zi anglagan gap so'zlariga ishongisi kelmagandek, uningga nafratli ko'zlarini tikib turib ketgandan keyin, Nemiska undaq qilasiz? Sizni men bir narsaga muhtoj qilib qo'ydimmi? Sizni shundoq yaxshi ko'rib, ahvolab, izzingizni qilib kelganimga bergan javobingiz mushumi? Sizni men bu dunyodagi eng baxtli ayol qilamadimmi? Qani danga? Navqaran apandi shundoq degunicha hujurdan chiqib ketmoqchi bo'lib, eshik oldiga kelgan edi. Ammo Mavluda xonim asabiylarcha tovlab, "Shundoq, siz menga har qanday bir ayol erishishni orzu qiladigan esil dacha, chiroyli mashina, hafta 10 kunda bir qatim sayohat qilib ko'ngil ochadigan yaxshi muhit, jumladan boyasha turmushga erishtirdingiz. Ammo siz o'ylab baxtingizmi? Bir ayol kishiga nisbatan mushular bo'lsa kifoya qilanda, men yo'ldashimni har doim yonimda bo'lishini, meni suyib, bag'riga besishini, ko'proq muhabbat ato qilishini orzu qilaman. Ammo siz har doim savdo, shirkat debla aldirash yurdingiz. Bir har kun yonfuningizni etib qo'yib, men hamroh bo'lib, qo'shilxora muhabbatli turmush kechirib baxtingizmi? Men sizga muhtoj bo'lgan vaqtlarimda mening yonimda bo'lib baxtingizmi? Bir ayolga nisbatan chiroyli dacha, esil mashina, go'zal manzarali joylarda sayohat qilishda muhim bo'lgan bir narsa bor. O bo'lsa-mu, erining o'ziga bo'lgan mehr muhabbati, kuyinishi. Siz menga mushlarni bera oladingizmi? Shuning bilan men bora muhabbat qalandariga aylanib qoldim. Uqdingizmi? Bo'ldi. Men to'ydim bundoq turmushdan. U unsilib yig'lab,
hujrining o'ttirdili o'ltirilib qoldi. Navqaran apandi hujrining ishkining tutqichini tutgan holda amroq ayoli Mavluda xonimning gaplarini anglab, xuddi qaqqan qo'ziqdek joyidala turib qolgan edi. U ayolining bayotan beri degan gaplarini qaytadan kallasidan o'tkazib Demisimu Navqaran apandi ayoli Mavluda xonimni haqiqatan bek yaxshi ko'radigan bo'lsa-mu, ammo savdo raqobatiga to'lgan bu jamiyatda yashayotganligi uchun har doim bozor egillash, har xil bozor ehtiyojiga munosib mollarni kirgizish bilan aldirash bo'lib ketib, ayolining moddiy jihatdagi har qanday ehtiyojidan chiqqan bo'lsa-mu, ammo uning ruhiga, jumladan uning qalb tivishiga quloq silib boqmagan edi. Shuning uchun Navqaran apandi hozir xatolikni o'zi eng yaxshi ko'rib so'ygan ayoli Mavluda xonimdan emas, o'zidan izlayotgan edi. Navqaran apandi asta keyniga o'rilib, yerdala o'ltirilib, yomg'irdak yoshlarini to'kib, yum-yum yig'layotgan ayoli Mavluda xonimni asta yulab turg'izib, karvatga elib keldi. Hozir Navqaran apandi qat'iy bir qarorga kelgan edi. U nihoyat salmoqlik bilan ayoli Mavluda xonimga so'zlashga boshladi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Navqaran apandi hozir qat'iy niyatga kelib, zodi qanday qaror chiqargan bo'lishi mumkin? U shuncha yil o'zi yaxshi ko'rib so'ygan bu ayoldan voz kecharmi? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli keyingi qismida bo'lsin. Seksen yettinci qism. Navqaran apandi to'limi salmoqlik bilan o'zini tutib olgan holda asta keyniga o'rilib, hujra uyning o'ttirdil o'ltirib, o'zining chochlarini qamallagan holda pushaymon ichida yum-yum yig'layotgan ayoli Mavluda xonimni yulab, karvatga akilib o'ltirg'izdi. Mavluda xonim asli yo'ldishini Navqaran apandidan buni kutmagan edi. Uning kuy o'g'li Mardan bilan bo'lgan nomussiz sharmanda ishlarini anglagandan keyin chochlaridan qamallab tutib, urib, dastlab chaylishini, og'zini buzib, tillab, haqoratlashishini o'ylagan edi. Ammo Navqaran apandi unda qilmay, uningga to'limi kuyinib, qilgan yaxshi muomalasi Mavluda xonimni o'limdan battar izo ahonatga qo'ygan edi. U bekmi ichingan, pushaymon qilgan holda yo'ldishi Navqaran apandining quchqiga o'zini tashlab, isadab yig'lab ketdi. Meni hargiz kechirmang, otasi. Mendek bevafo, nomussiz sharmanda ayolingizga bundoq yaxshi muomala qilmang. Meni urib, meni tillang. Shundala azroq yeniklab qolaman. Menga bundoq yaxshi muomala qilsangiz, men o'zimni tug'im ayblab ketadi ekanman. Yomon kunlarda menga yaxshilik qilib, o'z otadorchiligingiz bilan mushundoq yaxshi turmushga erishtirgan tursiz. Men yana sizga mushundoq sharmanda ishni qilib qo'ydim. Men sizni kechiring deyolmayman. Atil ajrashib ketaylik. Men o'zimning qilgan bu nomussiz qilmishimning bedelini to'lay. U shundoq deb o'zini tutib ololmagan holda yig'layotdi. Navqaran apandi asta Mavludaning beshini ko'tarib, ko'z yoshlarini surtib turib, Bo'ldi xotin. O'tib ketgan ishlarga salvatda o'taylik. Balki men sizning moddiy jihatga ehtiyojingizni qondirib, sizga deganda ko'ngil bilamabdiman. Buning uchun sizdan kechirim so'rayman. Siz qilgan qilmishlaringizga pushaymon qilgan bo'lsangizlar, o'tgan ishlarni salvat qilib o'taylik. Biz bu yerdan ko'chib ketaylik. Qizim Mehriyaning
ailəsinin xotirjam, baxtli o'tishi ham bizning keyingi turmushimizning baxtga to'lishi uchun bu joydagi shirkat do'konlarni bozorga qoldirib qo'yib, Shanxayga ko'chib berib o'tiraqlashib qolaylik. Chunki bu yerdagi do'konlarga ham shirkatga mal kirgizish uchun ichki o'lkada maxsus odam bo'lmasa bo'lmaydi. Shu ikki tarafli qatnab yurgandan biz Shanxayga berib o'tiraqlashib, bu joydagi tarmoq do'konlarni va shirkatni mal bilan ta'minlab beraylik. Buning bilan bolalar bu yerdagi do'konlarga mal silib, uydan ayrilmaydi. Xotirjam tijorat qilib mangalaydi. Buning bilan men beshimdan o'tkazgan bu qismatlarga bolalarimiz duchor bo'lmaydi. Dedi. Atsi nashta vaqtida Navqaron apandi o'zining bu qarorini Mikriya va Mardonlarga aytib, uzunga qolmayla ko'chman bo'lib, ayoli Mavluda xonimni elib Shanxayga ko'chib ketdi. Bu yerdagi 12 tarmoq do'kon ham shirkat Mardonning boshqarishida qoldi. Mardon necha oy igilik boshqarish kasbida tarbiyalanganligi uchun hozir umu pishqan shirkat boshqarg'uchi ham lider bo'lib qolgan edi. Qiyin otisi Navqaron apandining Shanxaydan kirgizib bergan mollarini ko'plab do'konga silib, har xil usuldagi setish faoliyatlari ilib berib, do'konning sodisi bir qatlanib, hozir shirkat ham uning boshqarishidagi 12 do'konga mal tunishtirish tashviqot xodimi ham setib chiqarish xodimlari yetishmayotgan edi. Buninglik bilan partiya hukumatimiz zo'r turkumda oliy maktab bitirgan o'quvchilardan 100 turani imtihon elib, xizmatga qabul qilish markazi tasdiqlab berganligi uchun Mardonmo o'zining shirkat ham do'konlarga xizmatchi qabul qilish uchun bu o'ringa kelib, xizmatchi qabul qilayotgan edi. Taqdirning mavu o'rinlashtirishini ko'rib, dal Mardon o'zining shirkatiga xizmatchi qabul qilish uchun bu o'ringa kelib, xizmatchi qabul qilayotgan kuni uning singlisi hamda asrimizning bosh personaji bo'lgan 13 yoshlik ana Aliya oliy maktabni bitirib, o'ziga muvofiq xizmat izlab bu yerga kelgan edi. Aliyaning o'qigan kasbi bozor boshqarish, egilik tiklash kasbi bo'lganligi uchun bir qor xizmatga qabul qilish xodimlar bilan ko'rishib, o'zining o'qigan kasbiga munosib keladigan xizmat izlab Mardonning oldiga kelib, ularning shirkat va do'konlarining xizmatchi qabul qilish talablarini va xizmatchilarga keladigan imtiyozlarini biror qor ko'rib, o'ziga muvofiq bo'lg'adak deb o'ylagan Aliya Mardonning xizmatchi qabul qilish xodimlarga o'zining arxiv materiallarini jadvalga to'ldirib topshirgandan keyin bu joydan ayrildi. Bugun Mardonning shirkatiga xizmat qilish uchun arxiv material to'ldirgan o'quvchilar xeyli ko'p bo'lib, 30 dan oshadi. Mardon kechda xizmatga tizimlatgan oliy maktab bitirgan o'quvchilarning arxiv materiallarini ko'rib o'tib, Aliyaning materialiga kelganda, Aliya Basit degan ismni ko'rib, dam qatib turib qoldi. Mardon aldirash arxiv materialni varaqlab, rasm chaplagan o'ringa ko'z yugurdi. Ammo Mardon bu qo'y ko'zlik, nihoyatda go'zal, chiroyli qizning semasidan o'ziga tunish bo'lgan semani izlab topolmadi. Chunki bu 6 yil jarayonida Aliyaning chiroyi boshqacha o'zgarib, texmi nazokatlik, go'zal, sohib jamollardan bo'lib ketgan edi. Mardon texmi inchilik bilan bir narsa izlagandek rasmga diqqat bilan qarashga boshladi. Birdilla uning yurak so'qishlari ittiklab, nafasmi kelmay qolgan edi. Chunki u diqqat bilan izlagan nishon bu rasmdagi go'zal, chiroyli qizning burunining jon tarafida xeyli diqqat qilib qaramasa, ko'zga chiliqmaydigan teriqdek cho'ngliqdagi go'shman edi. Mardon nihoyatda hayajonlangan holda arxiv materialining oyoq tarafidagi aloqalashish telefon nomeri degan yerga ko'z yugurdi va darhol yon telefonini chiqarib
o nomerga telefon urdi. Hayal o'tmay bir qizning "Vay, tinchlikmi? Kimni izlaysiz?" degan ovozi anglandi. Qizning ovozini anglashi hamon Mardonning yurak so'qishlari ettiklab, birdan turib ketgandan keyin nihoyatda tasda o'zini tutib olib, Tinchlikmi singlim? Siz Aviabas bo'lamsiz. Men Isilzodlar kiyim-kechak savdo shirkatining lideri. "Ha, tinchlikmi lider?" Mundaq ishda singlim. Siz bugun shirkatimizda ishlash to'g'riliq arxiv to'ldirib tizim qoldirib ekansiz. Mumkin bo'lsa, erta tushdan burun soat 8:20larda shirkatga bir kelgan bo'lsangiz, 100 tirani so'zlashib baqqan bo'lsak. dedi qarshi taraf. "Ma'qul, undaq bo'lsa, siz degan vaqtda shirkatingizga yetib boray." Ular shunda qisqali so'zlashib xo'shlashdi. Ammo Mardon texicha hayajon ichida vaqt intayin asta o'tmoqda edi. Oxiri tong etib, Mardon tuzuk nashtimi qilmay aldirash shirkatga yurib ketdi. U birdan soatga qaraydi. Oxiri soat 8:30 bo'lganda lider ishxonasining eshigi yenik chekilib, Aliya kirib keldi. Mardon ko'z oldidagi bu nazokatli chiroyli qizga qarab, dong qatib turib qoldi. Chunki uning ko'zili emas, yuragimi o'zining qayrindishi bo'lgan Aliyani tunigan edi. Ammo Aliya akisi Mardonni faqatla tuniyolmadi. U Mardon bilan oddiyla ahvollashib, salomlashgandan keyin lider ustulining oldidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Mardon singlisi Aliyadan kasbga munosabatlik va uning o'qishiga munosabatlik ba'zi ishlarni so'ragandan keyin Aliyaning yurti va oilasida kimlar bor to'g'riliq so'radi. Aliya bu yosh, qamlashgan liderning o'zi o'rinlashmoqchi bo'lgan kasbiga munosabatsiz holda o'zining oila kelib chiqishini so'rashidan sal ajablanib turib qolgan bo'lsa-mu, yanala javob berishni to'g'ri tepib, bu joyda o'zi bilan birga opasining turayotganligini va o'zlarining yurtini aytib berdi. Shu hamon Mardon ko'zlaridan yomg'irdak yoshlarini to'kib, Singlim Aliya, jinim singlim, meni to'ldingizmi? Men bundan 6 yil burun sizlarni va yurtni tashlab chiqib ketgan akangiz Mardon bo'laman. Singlim, meni to'ldingizmi? Jinim singlim. dedi. Hürmetlik asar anlıqıcı oqırmen dostlar. Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq keyingi qismida bo'lsin. Seksen sekizinci kısım. Sığlam Aliye, canım sığlam, beni to'ldingizmi? Men bundan 6 yil burun sizlarni va yurtni tashlab chiqib ketgan akangiz Mardon bo'laman. Sığlam, meni to'ldingizmi? Aliye oldidagi liderning degan gaplarini anglab, o'z ko'zlariga ishonmagan holda daqiqa turib ketgandan keyin chacharab o'rnidan turib, Aka, siz maqchaqcha qilmayotgansiz. Siz rostli mening akam Mardon shumi? Siz hayotmi aka? Jinim singlim. U shundoq degenicha yig'lab Mardonning quchqig'iga o'zini tashladi. Mardonmo o'zini bisvololmay, un silib yig'lab, singlisi Aliyani qarindoshlik mehri bilan bag'riga besib quchoqladi va yig'lab turib, Men shu akangiz Mardon bo'laman, jinim singlim. Opamning ahvoli-chi qandaqroq? Opam yaxshiroqtamdi. Demak sizlarmi? Men yurtdan tashlab chiqib ketib, uzoqqa qolmayli qaytib chiqib ketsizlarda.
Apam o hazır nerede? Ben apamla bekle sığındım. Sığlam. Apamla bek sığındım. dedi. Ular bir haza yığızar qilishib, Aliye akisi Merdanning shu chiqib ketgunicha uyga qaytib kelmay, keyin o'zlari yurtni tashlab bu cho'ng markaziy shaharga kelib, beshidan o'tgan qismatlarni birma-bir so'zlab berib, bir haza yig'lab, mungdashgandan keyin Merdan ittik o'rnidan turib, Yürüm sağlam. Meni derhal apamning yiniga apırın. Apamning yiniga barayli. Bir minut bo'lsa-mu, burunroq apamni ko'ygim bor. u shundoq degunicha aldirash singlisi Aliyani ilib, mashina bilan opisi Saranni izlab yurib ketdi. Bu vaqtda Aliyaning bu shirkatga kelib, lider ishxonasiga kirib ketib, uzoqqa qolmayla bu shirkatning yosh lideri bilan uning mashinasiga o'ltirib, shahar tarafga ketib qolganligini, shirkat darvozasining yon tarafiga to'xtatilgan Toyota markalik ko'mishrang mashinaning ichida o'ltirgan bir yigit diqqat bilan kuzatib turadi. Bu yigit dal Aliya oil o'qituvchisi bo'lib, darslarga yetakchilik qilib berayotgan Alfiyaning akisi Erpan bo'lib, Erpan opisi Zuhraxon hadidan Aliyaning beshiga kelgan qismatlarni 13 yosh vaqtida boshqalarning ziyonkashliklariga uchirganligini anglab, bu ichinishli reallikni qabul qilolmagan bo'lsa-mu, ammo Aliyani bir minutmi ko'nglidan chiqarib etolmay, uni har doim yod etib, o'zi Aliyaga ko'rinmagan taqdirdami uning atrofida parvona bo'lib agib yuradi. Har doim Aliyaning ish harakatlariga diqqat qiladi. Aliyaning maktabni yuqori nomer bilan bitirib, o'ziga xizmat izlab yurayotganligidanmi xabardor bo'lib turgan edi. Va bugun Mardanning ishxonasiga 100 dirani imtihon bergili keladiganligidanmi xabar topgan bo'lib, bu yerga kelib, ishlarning qanday bo'ladiganligini, Aliyaning bu shirkatda xizmatga tushmasligini ko'zitib turayotgan edi. Ammo o'ylamagan yerdan Aliya shirkatga kirib ketib, uzoqqa qolmayla shirkat liderining mashinasida o'ltirib ketib qolgani uni bakla hayron qoldirgan bo'lib, Mardanning mashinasi shirkat darvozasidan o'zab, ancha uzunga bormayla bu kumushrang Toyota markalik mashina ularning orqasidan iz besib mengishga boshladi. Ammo o'ylamagan yerdan Aliya tushgan liderining mashinasi biror mehmonsaroy yoki esil ko'ngil ichish markaziga emas, uddul Aliyaning turalg'isi hamda opisi Saramning tuvan ijaralik uyining oldiga kelib to'xtagan edi. Chunki ichkir o'lkaga shirkat qurish uchun izlanib yurib, birdilla uyda Aliyani ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolganligidan, ichkiri o'lkada shirkat qurish niyatidan voz kechib, otasi Azmat akaning shirkatini boshqarib kelayotgan Erpanningmi Mardan bilan savdo sherikchiligi bor edi. Shunglashqa Aliya Mardanning shirkatiga xizmatga tushgan taqdirdami, Mardanga uning yaxshi tarafini so'zlab qo'yishini o'ylagan Erpan shu maqsadda bu yerga kelib, Aliyaning 100 dirani imtihon berib qaytib chiqishini saqlab turgan edi. Ammo o'ylamagan yerdan ularning shirkatdan chiqib, Mardanning mashinasida o'ltirib, sirtqa mang'inni Erpanni ajablantirib qo'ygan edi. Shuning uchun Mardan bilan Aliya bu tuvan ijaralik uy binosiga kirib ketganda, Erpanningmi ularning orqasidan qilchi ikkilanmayla bino ichiga kirib, Saranning tuvan ijaralik uyining oldiga yetib chiqqan edi. Saran bugun dam olgan bo'lib, Akşam qizi Aliyaning birisi bilan telefonda so'zlashib, nihoyatda xushal bo'lgan holda, atdiganda nashtasini qilib, 100 dirani imtihon bergili bir shirkatga boradiganligini aytib, aldirash chiqib ketgandan keyin qizi Aliyaning ishlariga o'tiq tilab, uylarni yig'ishtirib, oshxonada bir ishlarni qilib, tushlik tomoqqa tayyorlik qilayotgan edi.
Tuyuqsiz eshik qo'ng'irqining besilishidan aldirab oshxonadan chiqib eshikni ochgan Sarem qizi Aliyaning nihoyat qomatlik, chiroyli, kelishgan bir yigit bilan birga kirib kelayotganligini ko'rib, sal hayron bo'lgan ham o'ng'aysizlangan holda "Tinchlikmi bolam? Qani kiring, bu yoqqa kelib o'ltiring" deb kirisloga tashladi. Ammo yigitning hayajonlangan holda o'ziga tikilib qarab, ko'zlaridan taramlab yosh qo'yilib turganini ko'rib, sal ajablangan holda qizi Aliyaga qaradi. O'xshashli Aliyamu yomg'irdak yoshlarini to'kib, yum-yum yig'lab turadi. Sarem hech ishni tushunolmagan bir tarzda daqiqa turib ketgandan keyin "Nima bo'ldi bolalarim? Nimaga yig'laysizlar? Nima gap bo'lsa ochiq aytinglar. Gap qilsingizchi qizim Aliya. Bu yigit kim bo'ladi?" Ammo Saremning gapi oyoqlashmay turibla, Merdan uning oldiga kelib, tizlanib, Saremning putlariga esilib turib, "Canım apa! Canım apa! Beni kechiring. Mendek günahkar. Asi oğlunuzni kechiring canım apa. Meni kechiring. Mening sababimdan shuncha azoblarni tatib, bobom momamdan yurtdan ayrilib, bu shaharlarda musafir bo'lib yurganingizga kechirim so'rayman, canım apa. Meni kechiring. Sarem ko'z oldida bo'lib o'tayotgan bu tasodibiyliklardan mangdab, nima qalarini bilmay turib qolgan edi. U birdan turib ketgandan keyin qattiq og'riyotgan yuragini qo'li bilan besib turib, qiz Aliyaga qarab, "Qizim, gap qiling. Bu yigit nima davotdi? Men faqat tushunolmadim-ku" dedi. Ammo yuragi bir xushalliqni sezib, xuddi ko'krak qapizidan sakrab chiqib ketadigandak silib ketayotgan. Xuddi yuragi ko'krak qapizidan sakrab chiqib ketadigan. Xuddi yuragi ko'krak qapizidan sakrab chiqib ketadigandek silib ketayotgan edi. Aliya to'limi hayajonlanib, yig'lab turib, "Canım apa, siz kechalarda uyqusiz, hayotlikqa nido qilib, har vaqt bir ko'rishni orzu qilib kelgan akam Merdanmi shu? Tanimadingizmi? Akam hayotgan. Akam men xizmatga tizimlatgan ashu shirkatning bosh lideri ekan emasmi, apa?" dedi. İnsanning qalbi biror ig'ir azobga bardoshlik berilmaganidek, tuyuqsiz xo'shallikni qabul qilolmaydiganligi bir haqiqat. Saremmo ko'z oldidagi nihoyat qamlashgan, salobatlik yigitning o'zining buningdan 6 yil burun uyni tashlab chiqib ketgan o'g'li Merdan ekanligiga ishongusi kelmagandek qarab o'tadi. Sarem birdilla unsilib yig'lab, o'zining putiga esilib o'ltirgan o'g'li Merdanning qishidila o'ltirilib qoldi va o'g'lini chin quchoqlab, "Sen rostla mening o'g'lim Merdanmi? Ha? Shuncha yildan beri nalarda yurding, canım o'g'lim. Apa mendan ayrilib, meningdan ansirab, kunlarini qandoq o'tkazadi deb o'ylamadingmi bolam? Ha?" Sarem o'g'li Merdanni quchoqlab yig'lab ketdi. Bu vaqtda Erpan qat'iy bir niyatga kelib, o'zi so'ygan ham yaxshi ko'rgan Aliya bilan Merdanning zodi nima munosabati borligini, bu uyga Merdanning nimishqa kelganligini bilib beqish uchun uy ichiga kirishni maqsad qilib eshik oldiga kelgan edi. Uy ichidan Merdan va Saremning yig'lab turib deyishgan gaplarini anglab, eshik oldida qaqqan qo'ziqdek turibla qoldi.
Birdilla onun Aliye'ge bolgan gumani xiyallari nälergidir gayip bolup, onunğa bolgan hürmeti, muhabbeti, söygüsi texmu aşqan edi. Hürmetlik əsər anlıqçı oqurmen dostlar. Əsərinin davamlığı qiziqsınız, diqqətiniz davamlıq keyinki qismida bolsun. Seksen 9. qism. Merdan apsi Sarem bilen quchoqlashib bir haza yig'lashgandan keyin Aliye ularga tasalli berib, o'rinlaridan turg'izib, apsini yo'lab, kirisliga akilib o'ltirg'izdi. Sarem o'g'li Merdanning bosh ko'zlarini silab, to'ymay qaraydi. Ola birdam yig'lab, birdam kulishib, bir haza o'ltirgandan keyin Sarem ko'z yoshlarini surtib, o'g'li Merdandan so'radi. Canım oğlum, öydün, bizden ayrılıp ne mikirlerini görgensen. Ama qarsam, nahayt esil adam bulup ketipsen. Neçe vakittin neler yürüdüm, nemişlerini kıldım, bana sözlep vermemsen. Dedi. Merdan, yağmurdak tökülüp atkan göz yaşlarını sürtüp, apsini kucaklap turup. Canım abba, qıp koygan nadarlıqımga. Şu tapda numusda ölgedek buluvatdı ben. Sizдің ardınızda yüzünüzge qaragıdek mi yerim yok. Siladın, öydün ayrılıp bu şehirge kelip, pişimden ötkizgen kısmetlerini sözlesem, neçe küç gündüzlüğümü tügümesliği mümkün. Bugün bizni hayatlık kaydı uçraştırdı. Ben bunundan bekli hoşal. Siz bilen biz boğandikin, bundikin köp muğluşu olimiz apa. Adı bilen sizlerini öyge aparay. Qini, yürünglar. Merdan şundaq degenice apsi Sarem bilen singlisi Aliyeni öyge ilip berip, ayali Mihriya bilen körüştürdü. Sarem oğlu Merdanның nahayti körkem, isil dacıda turvatqanlıqını, onun omaq oğlını, hem söyümlük ayali Mihriyani körüp, bekli hayacanlandı. Merdanның ayali Mihriyanın salametligi hazır bütünlay esliga kelgen bulup, Merdan uyuga başlap kelgen singlisi Aliye bilen apisi Saremni qizg'in kutib oldi. Mihriyamu nahayta o'ngli qiz bulup, tuvan tabiqidan kelib chiqqan Saremning bu esil cho'ng dachada qo'rinib qolmasligi uchun har doim uning bilan muңdashib, sardishib turdi. Merdan apisi Sarem bilan singlisi Aliyani dachiga elib kelganda, dachida Mihriyaning o'g'li Mavlonga inik ana bo'lib holidan xabar elayotgan Sherin bilan uzun yillardan bu uyda uy xizmatini qilib, ham xo'jador bo'lib kelayotgan Ruqiya hada va Mihriya bor edi. Navqiron apandi qizi Mihriyaning baxtini ko'zda tutib, uning oilasining to'zib ketmasligi uchun ham omaq navrisining yetim bo'lib qolmasligini o'ylab, ularning xotirjam turmush kechirishi uchun ayoli Mavluda xonimni elib Shanxayda o'ltiraqlashib qolgan edi. Navqiron apandi pishqan savdogar bo'lganligi uchun Shanxayda turib, bosh shirkatni o'zi boshqarib, Xinjiang bozoridagi Merdan boshqarayotgan shirkatlarga bozor egilab, mal yo'llab beradi. Mavluda xonim bu qatim yo'ldoshi Navqiron apandining kechirimiga erishib, o'zining ko'nglining kayniga kirib, o'ziga shuncha yaxshiliklarni qilgan, ham mehrini bergan yo'ldoshi Navqiron apandining yuziga ayak qo'yib qilgan ishiga nomus qilib, Navqiron apandining oldida beshini ko'tarib, uning yuziga qarayolmaydi. Mihriya o'g'li Mavlon 3 yoshga kirganda umaqqani yana bir qiz tug'di. Bu mezgillarda Erpan
Mərdan bilan şeriklişib, nurg'un cho'ng sodalarni bittirdi. Hamda bu jarayonda Mərdanning şirkatida boshqaruvchi bo'lib, ishlayotgan Aliya bilan bir necha qatim uchrashib qoldi. Aliya bundaq vaqtlarda Erpandan o'zini qochirgan bo'lsin, ularning soda kelishimi bo'lganligi uchun Erpan doim Aliyani parvonadek cho'gilab yuradi. Aliya Erpanning o'zining atrofida yurishidan o'ng'aysizlanib, "Nemishqa mening keynimga kirib olsiz? Meni aramxoda yashg'ili qo'ying bo'lamdi. Bundaq atrofimda cho'rgilab yursangiz, akamning oldida sat emasmi?" deb xafa bo'lsa, Erpan chaqchaqqa aylantirib, pixildab kulib ketgandan keyin birdilla chiroyiga jiddiy tus berib, "Nimani o'ylab ketdingiz, Aliya boshqaruvchi? Xiyolingizda mendek qamashgan yigitni o'zingizning keyniga kirib oldi deb o'ylab qolganmisiz? Men faqat so'da munosabatimiz bo'lganligi uchun siz bilan ko'rishyapman." deb Aliyani o'sal qilib qo'yadi. Aliya Erpanning qasdanki o'zining atrofini cho'rgilab yurganini bilib tursimi, uning yolg'ondan o'zini xafa qilib degan gaplarini anglab, ortiqcha gap qilmaydi. Bir qatimliq soda to'xtamida hamkorlashgan Erpan bilan Mərdan sodani muvaffaqiyatli oxirlashtirgandan keyin Erpan Mərdanni tamoqqa taklif qildi. Ular cho'ng ustallik ayrimxonada 2 lider o'ltirib g'azalangach, bugun tamoq ustida soda to'g'riliq so'zlashmay, o'zlarining oila ishlari to'g'risida so'zlashdi. Va Erpan o'zining Aliyaga ko'ngli borligini Mərdanga puritib qo'ydi. Mərdanmu necha vaqtdan buyon Erpan liderining o'zi kelmay, katibini avasimi bo'ladigan oddiy ishlarga shirkatiga uni izlab kelganini bahona qilib, singlisi Aliyaning atrofida cho'rgilab yurganini ko'rib, ularning munosabatini azroq sezib qolgan edi. Erpan oxiri ko'nglidagini ota-onasiga aytib, burun o'zlarining uyida oila o'qituvchisi bo'lib turgan Aliyaning odatdagi bir qiz bo'lmay, hozir o'zi bilan sheriklashayotgan Mərdan liderining singlisi ekanligini aytib, onasini hayron qoldirdi. Va Aliyani yaxshi ko'radiganligini, uning bilan to'y qiladiganligini, ota-onasining rozilik berishini o'tindi. Erpan ota-onasining roziligini olgandan keyin Mərdanning bosh bo'lishi bilan Aliyaga choy ichirildi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Amdi asarning beshiga qaytib, Havoxon bilan Saram Aliyani shaxsiy doktorxonaga elib kelganda uchrashib qolgan g'ayvatxo'r Sofiyaning oilasiga kelaylik. Sofiya azaldan mushundaq so'zangur, g'ayvat shikoyat qilib yuradigan, atrofda tugmidak biror ishni anglabli qiladigan bo'lsa, to'gidak qilib al mahallaga yarmak qilib yayadigan xotin edi. Sofiyaning mushu pitnoxo'r mijozi, g'ayvatxo'r gap topadigan ig'izi bilan nurg'un oilalarga so'g'uqchilik tushib, ayollar ajrashib, notavan sabiy bolalar yetimlik ko'chisida sarson bo'lib ketgan edi. Ammo hayotlikning ko'zi bor ekan. Xuddi tingir qilma tanga, ati qopib sanga degandek, kichikkina bir ishlarni anglabli qolsa yoki ko'ribli qolsa, "Biyay, shundoq bo'ptimi? Nim degan satchilik bu? Endi yuzini nega qo'yib yura?" deb so'z cho'cha qilib yuradigan Sofiyaning qizi Rahila. Sofiya Saramning qizi Aliyaning qursiqidagi homilini shaxsiy doktorxonada oldirayotganlik ishini al mahallaga, qizi Rahila bo'lsa maktab ichiga jar silib yeyotgandan keyin Aliyaning maktabda turg'idak yerini qo'ymay, Saramning yurt ichida yuz ko'tarib yurgidek yerini qo'ymay, Aliya bilan Saram ona bolaning shaharni tashlab chiqib ketishiga majbur qilib, uzoqqa qolmayla Sofiyaning amdili 14 yoshga kirgan qizi Rahila to'liqsiz o'ttir maktabga chiqibla, kichik turib, allaburun maktab bitirib, jamiyatga chiqib ketgan bir necha yigitlar bilan muhabbatlashib,
necha qiyiqqa tang dasab yurganligi uchun Rahilaning abdi bashirsini bilib qolgan bu ko'chilikchaklari bir kuni maslahatlashib Rahilaning mushundoq necha yigitni birla vaqtda ahmoq qilib yurganligi uchun uningdan o'ch elib ich pushig'ini chiqarish maqsadida bu ko'chilikchaklaridan Arafat ismli bir yigit Rahilaning maktabdan chiqishini kutib maktab atrofida aylanib yurdi. Balalar maktabdan tarab uylariga qaytishiga Rahila darvoza oldiga chiqqanda Arafat uni Hay, Rayla, bu yoqqa kela. deb chaqirdi. Savaqdishi Gulgina bilan oqshom yangidan tunishib, xil obdali chiqishib qolgan bir yigitning gapini qilib, pixildab kulib ketayotgan Rahila tuyuqsiz Arafatning ovozini anglab, ittik beshini ko'tarib, o'ziga qarab turgan Arafatni ko'rdi. Va xushalliqdan gulqaqalari ichilgan holda yenidagi Gulginaga "Adash, sen menga yevagina. Mening aşkım kelib saqlab turibdi ekan emasmi?" dedi ko'zlarini qisib turib. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli keyingi qismida bo'lsin. To'qsoninchi qism. Gulgina uningga hayron bo'lgan holda "Voy Rahila, hey, sening nimadoq muhabbatingchi? Hozirli yangi tanishgan birisining gapini qilayotgan eding. Arfat bilan ayrilib ketdim degan to'g'ri. Unda qilma Rahila, bundoq necha yiqqa tanglasab yursang, oxiri daryoda g'arq bo'lib ketasan-jimi?" dedi. Ammo Rahila pixildab kulganicha "Voy ahmoq. Akşam tanışkan yigitni sen demisan, men demisan, Arfat nerede yürüp keladi? Bo'ldi qila, ağzınga hezi bo'la. Hergiz akşamlık ish ağzından chiqib ketmasin." O shundoq deb sho'xlik qilib, og'ziga qo'lini tekkizib, barmoqlariga so'yib qo'yib, Gulginadan ayrilib, itdik Arafatning yeniga keldi. Va uning qo'llariga esilib, erkalab turib "Hanimi bo'lsa, men esingda bor ekanman, Arfat. Necha kundan beri nalarda yurding? Meni izlab kelib qo'yaymidimiding? Yana biror ezitqini tepib olmagansan, dedi. Chunki Arafat Rahila aralashib yurgan yigitlarning orasidagi eng boy yigit bo'lib, mahalla sekretari Qodir sekretarning o'g'li edi. Arafatda pul desa pul bor. Atısının qo'lida huquq desa huquq bo'lganligi uchun Rahila uni qo'ldan chiqarib qo'yg'isi kelmay yuradi. Rahilaning gapini anglab, Arafat majburiy chiroyiga kulgi yugurtib, Rahilaning mangzini chimdib qo'yib, "Ha, mana seg'ing'acha keldim, qo'timi chiqib. Yura, bugun akşam obdan bir ko'ngil ichib o'ynab kelaylik", dedi. Rahila sal ikkilinib, "Ha, nega bormiz jinan? Opam atamlarga aytib qo'ymasan? Ham bo'g'chamni ko'tarib, o'chamda o'quvchilar formasi bilan yursam qandoq bo'ladi?" dedi xastanga Arafatga akilab turib. Ammo Arafatmi bo'sh kelmay, "Hay, tilima o'yin qo'ymag'in Rayla. Qachon bir ota-onada qo'rqib qolgansan, ha? Davomli seni o'ynatqil ilib bir yerlarga basam, ota-onaga aytib qo'ymay. Maktabda nima atding-ku? O'quvchilar formasining gapini qilsang, bu gapingga mening kulgim kelyotadi juma. Munda qila boqchani." Ha. Arafat shundoq debla Rahilaning o'qish materiallari solgan bo'g'chisining sertmisini echibla, uning ichidan bir g'ayrish kelgidek yubki bilan kindiki ko'rilib qolg'idek gangsirini bilib, Rahilaning qo'liga tutqazdi. "Mana kiyim degan. Kimning ahmoq qilsan, tulmang noz qilmay yura." U shundoq deb Rahilaning qo'lidan tortib, chatkirak to'xtatib qo'ygan motoning qishig'i ilib keldi.
va motoni o't aldirib, Rahilaning sumkasini motoning keynidagi yuk taq sandiqiga o'rinlashtirgandan keyin Rahilani keyniga chaplab o'ltirg'izib, motoni qo'yundek haydab yurib ketdi. Asli Rahilaning maqsadi yolg'ondan "O'chamda forma batirsa" degan gap bilan Arafat boyvachchiga necha kun burun yakshanba kuni bozorga kirganda ko'rib qo'ygan, ammo o'zi bahosiga chiqish qilolmagan chiroyli ko'nglakni oldirib olish edi. Lekin Arafat uning ichidagini bilib qolgandek, har doim o'ynatqili maktabdan elib manganda, mahalladan chiqib, ozroq mangandila bir daldini tepib, sumkasidagi kiyimlarini chiqarib almashtirib oladigan odatini bilgachga, hozir qilch ikkilanmayla uning bog'chisining sertmisini echibla kiyimini ilib qo'liga tutqizib qo'ygan edi. Arafat Rahilani motoning kayniga mingizib, qo'yundek haydab 15 minutdak mangandan keyin bozor ichiga mangmasdan motoni yandagi bir ko'kartish belbog' tarafga haydab mangan edi. Orqada Arafatga saljidek chaplashib o'ltirgan Rahila hayron bo'lgan holda Arafatdan "Nega boramiz Arafat? Motoni bu tarafga haydab mangding'u. Bozor ichiga kirib KTV'da o'ynamaymizmi jinim?" deb so'radi. Ammo Arafat qalchi tamtirmay Bu qatam boshqacha bir joyda o'ynab baxmaymizmi? Xotirjam bo'lgan. Oldi tarafimizda nayt esil bir aramgoh bor. Barsang, ko'ngling ichilib, rozi bo'lib qolsan. Arafat shundoq deginicha motoning suratini texmo ettiklatdi. Ola bir haza mangandan keyin rastilla atrofi buk baraqsan, daldaraq o'rmon bilan qo'rshalgan bir joyga kelib, motosikletni to'xtatdi. Ammo bu joyda o'zlaridan boshqa odam yo'qdek qiladi. Turibla Rahilaning tini shurkangandek bo'lib, "Bu yerning manzarasi yaxshi bo'lgan bilan nadim oromgohga o'xshasin. Oromgoh deganda muzika chilinib, odamlar nayt ko'p bo'ladigan. Ammo bu joy to'lim tep-tinish, jimjitlikdan odamning tini shurkand ekan. Qaraganda bu joyda bizdan boshqa odam yo'qdek qiladi. Jura Arafat, eng yaxshisi ichiga kirmay qaytib ketaylik", dedi kayniga burilib. Ammo Arafat chaddaslik bilan Rahilaning belidan quchoqlab tutib olib, "Nim deydigansan? Mana shundoq odam yo'q, tep-tinish bo'lsa, payzi bo'lmadi tomochqo. Nima qilsan odamning kepini buzdigan varaqcho'ng shovqin joylarni. Yura, ichiga kiraylik. Raslo bu joyga men bilan kelganiga pushaymon qilmaysan. Puxadan chiqcha ichilib o'ynaysan. Biz mo seni bekli seg'ingan edik", dedi Arafat. Ammo Rahila Arafatning "Men seni bek seg'indim" demay, "Bizmi bek seg'indik" degan gapi sal g'alati anglanib, Arafatning majburlashi bilan aran ketayotgan qadamlarini cheppida to'xtatib, uningga tikilib qarab, "Ajab bir tiki bor gap qilsan-ku Arafat. Meni yana kim seg'inibdi? Tul qalaymagan gap qilmag'ina bo'ldi. Men kirmayman, qaytib ketaman." U shundoq deb yana qarshilik qilib yo'l tarafga qarab mangdi. Ammo bu qatim Arafat uningga tuzat qilib o'ltirmadi. Arafat Rahilaning cho'qqisiga turib olgan chechidan qamallab tutqunicha kayniga tartibli yiqitib, "O qanjoq, kimani ahmoq qilib chilib o'ynaysan, ha? G'o'jakani bo'shaqlab qolgan o'xshamamsan. Men degandikan, oldimga kirib mangmay, nima nas qilib tursan? Qarg'anda hurmatini qilganini bilmay, satlashib ondan mangdigan o'xshamamsan." Arafat shundoq deb Rahilaning yuziga ikki qachat urib atgandan keyin, "Tura qanjoq, yana sen kimlarning sig'inganligini ichiga kirganini bilib qolsan", deganicha uning bilikidan qamallab tutib, o'rmon ichiga ilib mangdi. Ichiga kirishga unmay, yo'l tarafga minib, qarshilik qilayotgan Rahila Arafatning yuzlariga qachatlab, urushiga bardoshlik berolmay, mishildab yig'ilganicha Arafatga yalvurishga boshladi. "Unda qilma Arafat, sendan qo'sh bo'lib ketay. Meni urma, gapingni anglayman. Nagda sen shu joyga boray",
Rahila Arafatning mijozini obdan biladi. Arafat azaldan qilaman deganni qilib, erishiman deganiga erishib kelgan bo'lg'achqa, bu qatim Rahila uning royiga boqmasa, Arafat uning yuzlarini pichoq bilan tilib, Rahila doim aynakka qarab mastona bo'lib turadigan chiroyli yuzlarini maymunga o'xshatib qo'yadi. Shunglashqa uning o'ziga tahdid qilib, agar gapimni anglab yuvashlik bilan ichiga mangmaydigan bo'lsang, yuz ko'zlaringni tig' bilan tilib, odam ko'ksiz holatga akilib qo'yma. Uqdingmi? deyishlaridan qo'rqib, mishildab yig'ilganicha Arafat bilan birga o'rmon ichiga kirib ketdi. Bu joy haqiqatan burun boshqalar aramgoh qilib, sayligoh bo'lib, keyin bu yerda haraq ichib mast bo'lib qolganlar o'z araq urush qilib, bir-birisiga pichoq silib o'ltirib qo'yganlikdan qotillik yuz bergan joyda aramgohni pechatlab taqavatgan edi. Shuningdan buyon bu yer cho'l darab qilib, mushundoq shaharning varang-churungdan zerikib qolgan shahar lükchaklarining va ba'zi yo'ldan chiqqan nomussiz sharmandalarning arlaridan yoki xotinlaridan o'g'irliqchi bu joyga kelib, quturgan bir yerlarini besiqtirib, ich pushig'ini chiqaradigan joyga aylanib qolgan edi. Rahilani oldiga silib, Arafat o'rmonning ichiga kirganda bir parcha palazni silibla, ustiga gazet qo'yib, yal yemish zakoskalarini tizib, haraq ichishib o'ltirgan Sultan, Na'mat, Ahmad, Akramlarni ko'rgan Rahilaning chiroylari tatirib, qindi qashqan holda butun badani xuddi bazgak bo'lgan odamdek halildab titrashga boshladi. Ular Arafat bilan birga yuzlari tayoq zarbidan qizirib ketgan, burnidan oqqan qon levidan bo'ylab sirg'igan holatda halildab titrab turgan Rahilaga yirgangandek qarab qo'yib, Yarashad ag'ina, o'g'il baldachiliging borkan, sening hurmatingga bir rum tutay. Ala. deb uningga haraq uzatib, Arafatga bo'lgan hurmatini bildirishdi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Rahila o'zicha bu yigitlarni birini birga qatmay o'ynab, ko'nglimni ichib yurdim. Ular hech nima bilmaydi deb, o'z ko'nglida o'yin tomoshaning, yigitlarning pulini qashlashning cho'tini so'qib yurgan bilan, bugun bu yerda o'zi ahmoq qilib so'rab yurgan 5 yigitni ko'rib, yuragi qapidan chiqib ketgil tasliq qoldi.